Bu yomg'irli havoda sizlarga oq-bo'rani ko'rsatmoqchiman. Bu yerlar bilganlar bitta like bosib qo'yasizlar va oq-bo'ranlarga video yuborib qo'yasizlar. Oq-bo'ranlar aktiv yorib boringlar, kommentariyaga hamma oq-bo'ranlar belgilab boringlar. Menga obuna bo'lib qo'yinglar. Keyingi videoda qayerdan olib chiqishimni yozib ketinglar. G'am bizni sinadi bittama-bitta, sodda fuqaro-yu dahosi bilan, qiyomatda hali uyg'onmasaydik shu mushkul sinovning bahosi bilan, ko'ksimizni nechun tutmadik yo'lga, o'ng qolib burildik iblisiy so'lga, yomg'irdan qochgandik tutildik do'lga, qoldik o'tkinchi nafs safosi bilan. Kulib qarshi oldi shayton yo'lakda, na yerda azizmiz va na falakda, amali yo'q ulug'vor manzil tilakda, faqat musulmonlik da'vosi bilan. Millat etagida umri o'tganlar, aslida eng to'g'ri yo'lni tutganlar, behdir ko'chat ekib meva kutganlar, bitmas ish faqat qo'l duosi bilan. Ko'zlaring qa'rida ko'hna bir imlo, chirqillar sirnola shohidsan illo, biror bir yechimni izla hayrullo, dardni yuborgan kun davosi bilan.